Bunga ish jarayoni. 11:45 zaryad generator zaryadga beriladi. Akkumulyator ustidan yuribdi. Bunga sabab generator hozirgi sistemda generator shkifini aylanib ketishi bo'lyapti. Hozir o'shani yechib, o'zini shkifini alishtirib beradi. Mana generator zaryadga bermasligining sababi mana generator shkifi bu yoqqa ham aylanyapti. Mana ko'ryapsiz, mana bu yoqqa ham aylanyapti, orqaga ham aylanyapti. O'zi shkif bir yoq tomonga generator aylantiradi, bir yoq tomonga xilosda o'zi aylanishi kerak. Bu shkif mana oldiga ham, orqaga ham o'zi aylanyapti. Yakra aylanayotgani yo'q. Ko'ryapsizmi yakrosh? Mana shkiflarimizni alishtirib oldik. Mana shkif bir yoqqa o'zi aylanadi, bir yoqqa generator aylanadi. Shkif aylanmaydi. Kirchatkadan ushlab turibmiz. Aylanmaydi. Shunaqa bo'lishi kerak. Generatori, mana generator o'zi berishi mana 14:40, 14:50 zaryadga beradi. O'zini generator. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaveradi.